미안해요. 맛있는 거 많이 먹고 생일 축하하고 그리고 우리 형 많이 사랑합니다. Pak Jimin Janubiy Koreya K-pop tarixidagi eng yorqin xonandalardan biri. BTS jamoasining eng kelishgan hamda kuchli vokalga ega xonandasi bo'lib hisoblanadi. Ushbu guruh 2003-yil o'z debyutini boshladi. Nafaqat Janubiy Koreya, balki dunyo bo'ylab minglab muxlislar yuragidan joy oldi. Albatta, guruhning shunday mashhurlikka erishishida Jiminning hissasi o'zgacha. Bugun biz Jiminning qanday hayot kechirishi va qancha gonorar olishi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Lekin videoni boshlashimizdan oldin kanalga obuna bo'lishni, yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni tavsiya etamiz. Jimin 1995-yilning 13-oktyabrida Janubiy Koreyaning Pusan shahrida dunyoga kelgan. Uning ota-onasi uning ijodga bo'lgan mehrini yoshligidanoq sezishgan va qo'llaridan kelgancha uni moliyaviy tomonlama ta'minlashga harakat qilishgan. U yoshligidan juda ham tirishqoq bola bo'lgan. Uning do'stlari Pusan daryosida cho'milib, quyoshda toblanib yurgan paytlarida u soatlab xoreografiya bilan shug'ullangan. O'rta maktabni tugatgach, Pusan san'at yuqori maktabida o'z o'qishini davom ettirgan. Shundan keyin Koreya san'at akademiyasiga o'qishga kirgan. Universitetdagi ustozlarning maslahatlari bilan prodyuserlik kompaniyalar bilan uchrashib, bir qator musobaqalarda ishtirok etgan. U o'zining xoreografiyalik mahorati bilan ko'pchilikdan ajralib turardi. Shu sababli ham ko'plab prodyuserlik kompaniyalarning e'tiborini qozongan. 2012-yilda BTS guruhining a'zosiga aylangan. Unga Baby J, Baby G, Yangi kabi sahnaviy taxalluslar taqdim etilgan, lekin u o'zining ismida qolishga qaror qilgan. Jimin guruhga qo'shilishdan oldin yigitlarning hammasi 3 yil ter to'kishgandi. U esa debyutdan 1 yil oldingina qo'shildi. Shu sababli ham unga berilgan ishonchni oqlash uchun u kun tinmay mehnat qilardi. Birinchi debyutdanoq uning xoreografiyasi, chiroyli ovozi muxlislar yuragidan o'zgacha joy oldi. Uning asosiy daromadi dunyo bo'ylab millionlab muxlislar bilan o'tkaziladigan konsertlardan tushadi. Bundan tashqari guruhning boshqa a'zolari bilan u Coca-Cola, Honda, Puma kabi mashhur brendlar bilan shartnoma imzolagan. Internetdan olingan ma'lumotlarga qaraganda, so'nggi yillarda yigitlar 5 milliard rubl daromad topishgan. Jiminning o'zining o'rtacha daromadi esa 600 million rublni tashkil qiladi. U asosan bu pullarni sport jihozlari, qimmatbaho kiyimlar hamda ovqatlanishga sarflaydi. 130 million rublga ota-onasiga uy olib bergan. O'ziga uy sotib olishning o'rniga u uy qurilishiga 4,5 million dollarlik sarmoya tikkan. Bu qurilish mashhur Bonpo ko'prigi oldidagi Seochogu tumanida olib borilmoqda. Jimin qimmatbaho Porsche Panamera GTS mashinasiga ega. Lekin uning so'zlariga qaraganda u avtomobil ishqibozi emas. Buning yaqqol dalili u haydovchilik guvohnomasini faqat mashina sotib olish uchungina olgan. Shuning o'zida u bir necha marotaba imtihonlarni topshirishiga to'g'ri kelgan. U qanchalik mashhur bo'lishiga qaramasdan hayotda juda samimiy, sodda inson. Jimin o'zining shaxsiy hayotini oshkora qilishni yoqtirmaydi. Lekin bir necha yillar avval uni Kara guruhining a'zosi Han Se-yeon bilan uchrashishi haqida mishmishlar taragan edi. Lekin bu mishmishlarning tasdiqlanmaganligi ularning rost emasligidan dalolat beradi. U uylanishga hali shoshilmayapti. Uning so'zlariga qaraganda, u 36 yoshlarga borib uylanish niyatida. Hozirda u bor e'tiborini ijodga qaratgan. U o'z kasbini shunchalik sevadiki, uyquni ham, ovqatni ham chetga surib qo'yib, soatlab xoreografiya va vokal bilan shug'ullanishi mumkin. Uning bir necha konsertlarda qulab qolganligi muxlislarni vahimaga solmoqda. Lekin u har safar o'rnidan turib, kuylashni davom etishga, muxlislariga sezdirmaslikka harakat qiladi. Jiminning Melon Music Awards'dagi yakkaxon dasturi nafaqat muxlislarni, balki professional xonandalarni ham hayratga soldi va taqdimot tarixidagi eng professional ko'rinish deb baho berildi.
U o'z dasturida zamonaviy va koreys milliy raqslarni jamlagan holda o'z muxlislari, ya'ni armiylarga bo'lgan mehrini izhor qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda bu dasturni ko'rgan armiylarning ko'pchiligi ko'z yoshlarini to'xtata olmayotganliklarini aytib o'tgan edilar. Chimin o'zini perfeksionist deb hisoblaydi. Agar u sahnada xatolikka yo'l qo'ysa, kelasi safar uni takrorlamaslik uchun qo'ldan kelgan hamma ishni qiladi. U koreyalik taniqli aktyor va qo'shiqchi Reynning muxlisidir. U ijodni tanlashda ham uning hissasi katta deb hisoblaydi. Bundan tashqari Chimin Taeyang hamda Chris Brownni sevib tinglaydi. Chimin sog'lom turmush tarziga rioya qiladi hamda o'z tashqi ko'rinishiga alohida e'tibor beradi. U kliplarda, syomka jarayonlarida o'zini makiyajsiz tasavvur qila olmaydi. Hech bo'lmaganda ko'ziga qalam, labiga ozgina bo'yoq surishlarini iltimos qiladi. U kosmetika ishqibozi bo'lishiga qaramasdan, qora belbog' sohibi hamdir. Endi uning ko'ngliga yo'l topadigan bir sirni ochamiz. U uy jonivorlarini joni dili bilan sevadi. Lekin uning ijodga haddan tashqari ko'p vaqt sarflashi uy jonivorlarini asrashiga to'sqinlik qiladi. Azizlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Kelasi videolarda qaysi K-pop yulduzi haqida ma'lumot olishni istaysiz? Kommentariyaga yozib qoldiring.